Sizga bir xona uy shikalatini topib qo'ydim. Chilonzor 19 kvartalga kelamiz. Keling, uyalmaysiz, yangi uyingiz bo'ladi xudo xolisa. Hojatxonamiz, sanuzorimiz alohida remontlari, shikarni. Endi bir xona bitta bir juda bir yetadigan narsa ham yo'q deb o'ylamang. Bitta baho bering. Zalimiz ham yotadigan, lejachi ham bo'ladi. Zal akkuratni qilib qo'yilgan. Chiroqlar sal kamlik qilyapti xolos-da. Oshxonamiz balkonga chiqqan. Oshxona esa juda chiroyli qilib qarang, qanaqa akkuratni qilib. Hamma narsani sig'dirishgan spalniga, hamma narsani ishlaydi. Hammasini aql bilan ishlatilgan. Maksimalniy har bir qismdan foydalanilgan. Ketdik bitta oshxonaga baho berib qo'yasiz. Oshxonani mini barcha qilib qo'yishga sharoit qilib, hamma narsani imkoni bor. Eshikni parod qildi, qanaqa ochiladimi? Bitta baho bering. Tinch joyli. Shunda WhatsApp chorrahani oldida joylashgan katta yo'lning yuzida bo'lgan domimiz sotilyapti. Birinchi etaj. Hamma ma'lumotlar pastda bo'lib, mana bu raqamga qo'ng'iroq qilinglar. Ishoning, narxi agar shundan arzon variant ko'rsatsangiz, opsiyatsiya qilsangiz ham bo'ladi. Sog' bo'ling.